1 daqiqa ichida siz hayotingizda eshitmagan faktlarni bilib olasiz. Masalan, siz uxlayotganingizda miyangiz ishlashda davom etadi yoki ayrim hayvonlar o'limni oldindan sezadi. Tayyor bo'ling, chunki bu faktlar sizni hayratda qoldiradi. Boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, videomizga like bosing. Rossiyada ayollar erkaklarga qaraganda qariyb 11 millionga ko'p. Apple o'zining pitsa qutisini ixtiro qilganini va uni 2010-yilda patentlaganini bilasizmi? Ushbu pitsa Apple bosh ofisida sotiladi. Keyp-York yarim oroli dunyodagi eng katta rivojlanmagan yerlardan biri bo'lib, unga faqat bitta tuproq yo'l orqali borish mumkin. Xarizma tug'ma emas, balki orttirilgan qobiliyatdir. Legoland Japan dunyodagi eng katta gilos daraxtini Lego o'g'ishlaridan yasagan. U 881.470 ta Lego o'g'ishdan qurilgan. Qishki tipratikan qish uyqusiga ketadi. Bu vaqtda ularning tana harorati 34 darajadan 2 darajagacha pasayadi. Ularning nafas olish tezligi sekundiga 40 martadan 8 martagacha pastlashi mumkin. Dunyo bo'ylab taxminan 1.5 milliard avtomobil mavjud. Dunyo bo'ylab odamlar har yili lotereyalarga 330 milliard dollardan ortiq mablag'ni sarflab yuborishadi. Xitoy gigant salamandra uzunligi 1.8 metrgacha o'sishi mumkin. Bu uni dunyodagi eng katta salamandraga aylantiradi. Agar esnash paytida tilingizga tegsangiz, esnash darhol to'xtaydi. Botox empatiyani kamaytiradi. Braziliya sayohatchi o'rgimchak deb nomlanuvchi o'rgimchak bor. Ularning zahari uzoq davom etadigan va og'riqli ereksiyaga olib keladi va TX6 toksinini o'z ichiga oladi. Everest yoki shunga o'xshash balandlikdagi boshqa tog'larga chiqqan erkaklarning aksariyati qon bosimining o'zgarishi tufayli kuchli ereksiyani boshdan kechirganini aytishgan. Kulrang kitning past chastotali qichqirig'i har qanday tirik mavjudot tomonidan chiqarilgan eng baland ovozdir. Gullar hidi kabi yoqimli hidni nafas olish, chekish istagini pasaytiradi. Ayollar erkaklarga qaraganda sovuqqa ko'proq sezgir. Germaniyaning Fuggerey shahrida ijara haqqi 1520-yildan beri oshmagan. Bu yilga bitta reyn guldoniga teng, taxminan $1. Kraken ishlaringizga konfetdan ko'ra ancha zararli. Dinozavrlar biz hozir turgan galaktikaning narigi tomonida yashagan. Dunyoning eng aqlli odami Kim On-yon 4 yoshida universitetga kirgan. 7 yoshida u NASAda ishlashga taklifnoma olgan. 2 yoshida u allaqachon 5 ta tilda gaplasha olgan. Fan tarixidagi eng uzoq davom etgan tajriba Queensland universiteti tomchilatib qatronlar bilan tajriba 1927-yildan beri davom etib kelmoqda. Taxminan har 10 yilda bir tomchi tushadi. Mushuklarni silab siz qon bosimingizni pasaytirishingiz mumkin. Kuniga 2-3 stakan kofe stressni va ruhiy muammolar xavfini kamaytiradi. Everestga chiqish taxminan sizga $12,000 tushadi. Odamlarning 19% ruhiy salomatlik bilan bog'liq biron bir muammo mavjud.